Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarim, sizlarni yana bir bor kanalimda diydor ko'rib turganimdan juda ham baxtiyorman. Qadrbaland qadrdonlarim, videomiz boshida shuni aytamizki, kimgadir shunaqa reklama xizmatlari kerak bo'lsa, ekran yuzida ko'rib turgan 99 kolban 766 70 57 qisqa telefon raqamlariga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Faqat Telegramdan telefon raqami ishlamaydi. 24/7 xizmatingizdamiz. Albatta sizning ham texnikangizni reklama qilib beramiz. Qadrdonlarim, yana shuni aytib o'tib ketamanki, bizda Telegram kanal mavjud. YouTube'ga bir kunga bitta post joylasak, Telegram kanalimizga 50 talab, 60 talab, balkim 100 talab post joylab boramiz. Albatta Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar ajab emas. Telegram kanal manzilini qidirayotganlarga albatta kommentariyada havola qoldiraman. Ustiga bitta bosib, albatta o'tib olib, reaksiyalarni bang'irlatib kuzatib borsanglar, nafaqat mana bu quyidagi texnikaga o'xshash texnika, balkim bundan-da sara texnikalarni ko'rib borasiz. Aynan siz qidirayotgan texnika albatta mening Telegram kanalimdan chiqadi do'stlarim. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar, biz ishni boshladik. Qani bismillah deb iltimos qilamiz. Videomiz boshidan bir dona like esdan chiqmasin. Quyidagi ko'rib turgan texnikamiz ikkalasi ham yuqorida ko'rganimiz ham bunisi ham bitta nima deydi? Bitta kishiniki, albatta bitta akamizniki. Sotuv holatda ikkalasi ham 88 koddan 375 8805 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar, ikkala texnika haqida ham ma'lumot beradi. Albatta batafsil ma'lumotlarni olib borib, ko'rib, tekshirib olib, texnikani sotib olsangiz bo'ladi. Texnika haqida ma'lumot 8805 da. Albatta kimgadir sara texnikalar kerak bo'lsa, Telegram kanalimizda. Va albatta mana bu texnikani ham e'tiboringizga ko'rsatib o'tib ketaman qadrdonlarim. Buni ham ma'lumotlari, qiziqqanlarga Telegram kanalimga batafsil ma'lumotlari, narxi, yili, qayerdanligi, motor, korobka hammasini ma'lumotlari bilan Telegram kanalimning oxirgi postlariga joylab qo'yaman. Albatta kommentariyadagi havola orqali Telegram kanalimga o'tib kuzatib boringlar. Albatta obuna tugmasini bosib, va albatta YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, sara texnikalarni ko'rish uchun. Hammaga omad deymiz. Videoga like bosib qo'ying. Mana bu traktorimiz ham sotuv holatda. Qadrdonlarim, izohlarda ko'pchilik yozgan 892 texnika qidiryapmiz, olmoqchimiz deb albatta Telegram kanalimizning postlariga ham yozishgan. Shunga binoan mana traktor sotiladi. 892 ishlagan soati 600, narxi 310 million, ozroq kami bor. 99 396 0077 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. So'raganlar uchun mana 892 texnikamiz ham bizga keldi. 892 2 albatta. Va albatta MTZ 1221 ga 2 ham bor. Sotuv holatda 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Dokumentlari o'zim nomimda degan akamiz sariq nomerda ekan. Narxi qiziqqanlarga 180 million so'm kelishtirib beriladi. 4 ta balon yangi bosilgan. Telefon raqamlari 50 kod bilan 097 77 76 qisqa telefon raqamlariga bog'lansangiz bo'ladi. Ko'pchilik manzil so'rashi mumkin. Albatta manzilimiz Namangan, Norin tumanida ekan. 24/7 xizmatingizdamiz. Bemalol telefon raqamlariga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Va albatta e'tiboringizga mini traktor so'raganlarga Zober deb ataluvchi kartoshka kapatili bilan bitta ajoyib texnikani ko'rsatib o'tib ketaman. Narxini akamiz 93 kod bilan 924 4170 o'zini telefon raqami qoldirgan. Albatta aloqaga chiqishsa kelishtirib beraman degan. Mana holatni ko'rishingiz mumkin. Balonlari yangi. Xullas yangi holatda turibdi, hali uncha-muncha yurmagan, motorlari ham zo'r turibdi. Texnikaga 100% garantiya, bemalol kelib, ko'rib, tekshirib olsa bo'ladi deb aytgan akamiz. Albatta aloqaga chiqaverasizlar. Uni unaqa deb maqtash kerak emas. O'zidan so'raverasizlar. Egasini o'zidan so'raverasizlar albatta. TD5 New Holland sotuv holatda 19-yilda ishlab chiqarilgan. Ishlagan soati 3500, hech qayeri ochilmagan, texnika soz. Xullas narxi 21 ming dollar ekan. Manzil so'raganlarga albatta Andijonda. Telefon raqamlari 94 568 70 47 qisqa telefon raqamlariga faqat bekorga bezovta qilmagan holda realni oluvchilar aloqaga chiqaverasizlar. Akamiz kelishtirib beraman deb aytdilar albatta. Albatta Telegram kanalimizni ham kuzatishda davom eting. Xullas qadrdonlarim, akamiz ma'lumot bergan, diqqat bilan eshitamiz. Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar. Mana shu mini traktor Chimgan 504 sotuv holatda 2018-yilda ishlab chiqarilgan, holati tiniq, o'ta qulay narxda qilib beraman albatta. 93 kod bilan 938 60 00 o'zimning telefon raqamim. Bekorga bezovta qilmagan holda realni olaman deganlar telefon qilsa, chiroyli narxda qilib beraman, pul zarurligi uchun sotyapman deb aytgan egasi. Albatta aloqaga chiqaverasizlar, nima ham deymiz. Albatta men quyidagi texnikani ko'rsaman. Bitta texnika emas, mana bu texnika, mana bu pressep va albatta ikkita uchta mini traktorlari bor ekan bitta akamizni. Mana bu mini traktor. Xullas diqqat bilan kuzatib boringlar. Men telefon raqamini aytaman. 95 871 0874 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar, mana bu yashil va mana bu ko'k. Albatta yana bittasini ko'rsatib o'tib ketaman e'tiboringizga. Mana bu mini traktorlar.
Hammasi 0874 raqam egasiniki ekan, ya'ni akamizniki ekan. Aloqaga chiqib, xohlagan texnikani ko'rib olaverasizlar. Narxini ham telefonda aytaman degan egasi. Xullas do'stlar, hamma yoq soz holatda bo'lgan. Mana bu pritsepimiz ham, ya'ni press podbarchigimiz ham sotuv holatida. Press qiladigan apparat 97 kod 418 60 12 qisqa telefon raqamlariga bog'lanib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Va albatta ko'pchilik hozir izohlarda yozish mumkin. Aka nimaga narxini aytmayapsan, narxi bilan yilini ham aytib ket deb. Ya'ni ko'pchilik akalar yozish mumkin. Akamiz, ya'ni texnikani egasi, albatta ma'lumoti kerak emas, shunchaki telefon raqam beravering deb ko'pchilik aytadi. Bizdan shunchaki reklama xizmati nima deyishsa, xo'p deymiz xolos. Ya'ni majbur qilmaymiz, ma'lumoti kerak emas, nomerni o'zini qoldiring deydi. O'shanga talablariga binoan qo'yib ketaveramiz. To'g'ri tushunadiganlar uchun albatta davom etamiz. Selka sotuv holatida 6 qatorli manzil Andijon, narxi 100 million so'm. 97 060 96 22 88 801 43 43 qisqa telefon raqamlariga bog'lanib aloqaga chiqaverasizlar qadrdonlarim. Albatta quyida ko'rib turgan kompaniyamiz 2019-yil Radnoy tayyor holatda sotuvda. 97 336 36 97 va 95 026 26 99 telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. Va albatta qadrdonlarim, bu yerga kam ma'lumoti berilgan yoki shunchaki telefon raqamini o'zi berilgan texnikalarimizni men Telegram kanalimga batafsil ma'lumotlarni olib, imkon qadar egasidan imkon qadar bermasa ham, iltimos qilib bo'lsa ham, aynan bizning obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz uchun imkon qadar olib Telegram kanalimga joylab boraman. Va faqatgina sizdan shunchaki izohlarda omad so'zini yozsangiz bo'ladi. Mana bu quyidagi texnikamizni ham ko'rib o'tamiz. Qaranglar do'stlar, bunga ham shu gap, egasi kerak emas ma'lumotlarni beryotmang, shunchaki o'zim beraman. Texnika haqida ma'lumotni ko'pchilik ko'rishdan biladi qanaqa texnikaligini degan va 95 322 97 37 qisqa telefon raqamlarini qoldirgan. Men nima ham deyman? Xo'p deyman, shunchaki reklama xizmatidan foydalanadi xolos. Shunchaki nomerini qo'yib qo'yaman. Endi iltimos qilamiz, ko'pchilik reklama xizmatidan foydalanayotganlarga bundan buyog'iga to'g'ri to'liqroq ma'lumotni berishingizni so'rab qolamiz. Bizda obunachilarimizga to'liqroq ma'lumoti zarur. Agarda shunchaki qo'llab-quvvatlasangiz, malades ugashinga omad deb yozib ketinglar. Shunchaki xursand qilgan bo'lasizlar albatta. Quyidagi texnikamiz ham sotuv holatda, hamma joy zo'r, ishga tayyor. 4 ta baloni yangi, manzil Navoiyda. Telefon raqami 91 253 91 96. Narxi albatta telda degan bu akamiz ham. Ko'ryapsizlarmi akalar, menda ayb emas, shunchaki egalari kerak emas, o'zimiz aytamiz deganiga shunchaki reklama xizmatidan foydalangan xolos. Va imkon qadar ma'lumot berishga harakat qilaman men. Quyidagi kamazimiz sotuv holatda 2022, probeglari 4000, benzin holatda yuribdi, yaxshi, narxi $40,000, kami bor 50 kod 889 32 34 qisqa telefon raqamlariga bog'lansangiz bo'ladi. Manzil Toshkent shahrida. Va albatta shu yerda bitta bozu qilib akalar, iltimos qilamiz, shunchaki kommentariyaga kirib, "Ukashinga omad, kelgusida mana bu texnikani chiqar" deb yozib ketinglar. Imkon qadar chiqarishga harakat qilaman. Albatta bizni to'g'ri tushunayotganlarga alohida kattakon rahmat deymiz va kuzatishda davom etishingizni so'rab qolamiz. Quyidagi kamazimiz sotuv holatida 2008-yil, probeglari 76,000, dizel holatda yoqilg'isi, motor, korobka, zadniy mos, ходовойda ish yo'q. Narxi 20,000, 77 268 69 80 telefon raqamlariga bog'lansangiz bo'ladi. Manzil Namangan viloyatida. Balonlar ham yaxshi holatda degan qoldirgan akamiz. Aka-ukalar, videomiz ham oxirlab qoldi. Hammaga omad, kelgusida ko'rishguncha. Shunchaki bir donigan like esdan chiqmasin.